Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Robert Player kanali. Bugungi videoda sizlarga oddiy Minecraftda qanday qilib PvP server ochishni o'rganamiz. Do'stlar, video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lib qo'ying va like tugmachasini bosib qo'ying va biz bundanda qiziq videolarni chiqaramiz do'stlar. Unday bo'lsa videoni boshladik do'stlar. Birinchi o'rinda biz play kiramiz va new tugmachasini bosib, mana bu filis va narigi tarafni ko'rsatib turganga bosamiz. Mana bunga birinchisiga nomini kiritamiz. Masalan, obuna bo'l. Do'stlar, rostdan ham obuna bo'ling va mana bu ikkinchisiga kirib bu yerga katta harfda boshlaysizlar. play.pvp.craft.ru deb yozasizlar. .ru. Mana shunaqa yozasizlar va bu yerda add server degan joy turibdi. Bu yerga bosasizlar va creative world rejimini bosasizlar. Ya'ni rejim emas, o'sha tugmani bosasizlar. Do'stlar, mana paydo bo'ldinglar. Bu serverda, ya'ni mana shu joydan chiqib ketasizlar, короче. Bu joydan chiqib ketasizlar va play joyiga yana kirib, mana buni pastda turgan zonani o'chirib tashlasangiz ham bo'ladi. Va mana bu yerda zona turibdi do'stlar. Ya'ni bu nima? Bu nima deyilganlar bo'lsa, bu o'sha PvP server do'stlar. Menda faqat nimagadir kirilmaydi do'stlar. Sizlarda kirilishi mumkin do'stlar. Shuning uchun bu narsani qilib ko'ringlar do'stlar. Albatta qilib ko'ringlar. Va o'z laykinglar va obunalarni ayamanglar do'stlar bizdan. Do'stlar, video foydali bo'lgan bo'lsa, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Men sizlar bilan Robert Player bo'ldim. Bugungi video qisqa bo'lganini kechirasiz do'stlar. Bu videoni boshqa Minecraftda ham olishim mumkin do'stlar. U Minecraftda aniq kirishi mumkin do'stlar. Unday bo'lsa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Salomat bo'linglar.